Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. 2026-yil 1-avgust tomga pena lambasi quyish jarayoni. Navbatdagi manzilimiz Sirdaryo viloyati Do'stlik mahallasi, Oktyabr, Guliston shahar. Yuksalish nom markazining ro'parasida quymoqdamiz. 130 kvadratlik tomimizni izolyatsiya qilish jarayonidamiz. Cho'rni qoqilgan holatiga keldik. Oralari 7-8 santigacha ochiq holatda. 130 kvadratlik tomimizni izolyatsiya qilish jarayonidamiz. Loydan afzalliklari yengil utublik, izolyatsiya, qishda issiq, yozda salqin bo'lishi, kvadratiga yengil yuk tushishi, har xil hasharotlardan himoya, yorilmasligi, yuk ko'tarishligi, qishda issiq, yozda salqin bo'lishi, kvadratiga yengil yuk tushishi, samgalarning yonmasligi, yorilmasligi. Manzilimiz Sirdaryo viloyati Guliston tumani Dehqonobod shaharchasi, Ibrat mahallasi, Oqoltin ko'chasi. Cheklanmagan miqdorda penoblok ishlari ham mavjud. Dastavka xizmati bor. Nomerlarimiz ekranda qoladi. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Kvadratini 55 ming so'mdan hamma yo'q ichida uy beryapmiz. Tuman va viloyat bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Pena lambasi 2026-yil 1-avgust holati. Kanalda yangi bo'lsangiz, birdan like va obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Dehqonobod pena blok sizga eng sifatlisini tavsiya qiladi.